Do'stlar, bugun sizlar bilan har doimgidek Alisher Y999BM. Bugungi videoda do'stlar, hammangiz uchun 235 ta obunachi bilan kattakon rahmat va sizlar ko'p kommentariy yozibsizlar, hammasini o'qib chiqdim bittalab. Endi ko'plar yozibdi, Chayka oling, BMW oling, Mercedes oling. Hozir endi biz Chaykaga harakat qilyapmiz, Chayka olishga. Ungacha hozir siz so'ragandek BMW M4 da o'ynaymiz bugun. Yo'g'ay M5 F90 da. Kanalga obuna bo'linglar va sizlar qachon soat nechida kirishinglarni menga yozinglar o'yinga, shunda kirib hammaga 5 milliondan tarqatib chiqaman. Odamga yetgancha tarqataman. Va do'stlar, kanalga like bosib obuna bo'lishni ham unutmanglar. Bugun endi biz poyga ham uncha o'ynamaymiz. Chayka qidiramiz va mashinalar sotib olamiz. Har xil biznes qilamiz. Bugun uncha mashinani hayda olmayapman, chunki 2 haftadan beri o'yna olganim yo'q. Shamolladim, doktorxonada edim. Mazam bo'lmadi. Shuning uchun hozir bugun o'ynaymiz. Oho, yaxshi mashinalar bor ekan, lekin sotilmay ekan. Hammaga salom. Sotiladigan mashina bormi deb yozdik. Endi hozir qarab turamiz. Obmen yozdi. Keyingi boygisiga qaraymiz. BMW motor bor ekan, lekin bunda poyga o'ynash bo'lmaydi-da. Poyga o'ynash obmen qilingan bunda. Hozir bu serverda mashina yo'q ekan, shuning uchun bu serverdan chiqamiz. Va boshqa serverga kiramiz. Ko'proq odam yig'ish uchun. Hozir kiradiganimiz Afrika serveri. Afrika serveriga boshqa mashinada kiramiz. Menimcha Afrika serveriga hozir yaxshiroqni olaylik. BMW M6 da kirsak bo'ladi. BMW M6 da kiramiz, chunki bu o'zi yaxshi tortadi, ham unaqa mashinalar urilganda juda tez pachoq bo'lmaydi. Yaqinda BMW M8 ham sotuvdim, hozir garajimda yo'q, shuning uchun M8 ham qidiryapman olishga. M8 ham olib olsam bo'ldi. Почти hamma BMW modellari bo'ladi. i8 ham bormadi deyman. i8 da uncha yurmayman. Chunki uni qizig'i ham yo'q, shuning uchun i8 larni menmayman. BMW ni qulflaymiz va tushamiz. Chiroyli mashinalar kelibdi. Lekin hammasi hozirchalik ko'plari kolxoz. Boy ko'rinmayapti, sal kolxozroq ko'rinyapti. Mana bu ko'p BMW yaxshi ekan. Ferrari. M4 BMW. Jiguli motori katta ekan, Jigulini olamiz. Yaxshi mashina ekan. Boshqa mashina qolmadi shekilli. Bu serverdan ham chiqamiz.
Keyingi o'yinda do'stlar rozigrish qilaman. Ana shu Jigulini nechi motor 2000 ga 7000 motorda yutib olishlaringiz mumkin. Ana shundayni. Bunga nomer qo'yamiz, vinil qilamiz va sal boyitamiz. Lekin bunda poyga o'yini bo'lmas ekan. Участие в гонках недоступно bo'lgan ekan. Bu mashinada rossiyskiy serverga kiramiz, Rossiya serveriga. Rossiya serverida ham mashinalar ko'p bo'ladi. Oho, zo'r ekan. Do'stlar, sizlar kommentariyani portlatib tashlanglar. Biz esa buni ertaga yoki ertadan keyin rozigrish qilamiz, yutib olishlaringiz mumkin. Hamma kelishib olsin-da, bitta vaqtni tanlanglar, shu paytda men ham kiraman, hamma kommentariyalarni o'qib va chislosini ham yozinglar, shu paytida kiraman. Faqat meni bo'sh vaqtim soat 11 larda bo'ladi-da, kechqurun. Menimcha 11 larda hammaning ishi tugab, hamma bo'sh bo'lsa kerak. Oho, Mercedes banan bor ekan. S-Class bor ekan. M6, M5, F90. Mercedes banan Brabus'dan ekan. O tuningni ham zo'rdan qilgan ekan. Chiroyli. Ingu, Fanya. Yo, akajon sotolmayman. Nima bu продать deyman, sota olmayman deb qo'yaman, bo'ldi. Ular ham ko'p savol bermaydi. O, Mercedes. Kimniki ekan Mercedes? O, Sanya. Kelinglar almashamiz deb yozib ko'ramiz. Agar almasha olsak, men Mercedes sizlarniki bo'ladi. Yo. Sotib olaman deyapti, lekin bo'lmaydi. Men faqat almashaman-da. Almashishga sal noqulay bo'lyapti, chunki men buni sizlarga bermoqchiman. Mo'ysli sotsa ekan, hozir buni olar edik. i8 yo'qmi deyman. Qarab ko'rish kerak. Sotilar ekanmi? i8 sotilsa, agar menda bo'lmasa sotib olaman. Agar arzonroq bo'lsa. Oy, bu serverda ham odam juda kam ekan. Kelinglar, Sanyaga admin tashlab ko'ramiz. Qabul qilsa, yo qabul qilmadi. Mayl do'stlar, agar vaqtni kelishib olib sanani kommentariyada yozib ketinglar, keyingi o'yinda buni sizlarga tarqataman. Faqat soat 11 lar bo'laversin menimcha, kechqurun. Agar kimni bo'sh vaqti bo'lsa-da, agar keyingi o'yinda ko'rishguncha do'stlar, ham like bosib obuna bo'linglar. Sizlar eng zo'risizlar. Va bu mashinani keyingi o'yinda sizlarga beraman bittangizga. Va yana 3 ta o'yinchiga 5 million so'mdan beraman. Hammaga xayr do'stlar, bo'pti.